Yıllardan buyon Amerika siyosiyonlari uchur bexatarligiga munosabatli tarmoqlar va nufuzli axborotchilar Xitoy hukumatining ByteDance'ning igdorchiligidagi TikTok'ni ishlatib Amerikaga jasuslik qilayotganligini ilgari surib kelgan edi. Yaqinqi mezgillarda Xitoy yasagan 154 davlatda tushirish xitim soni 2 milliardga yetgan TikTok, ya'ni Douyinning uni qo'llanuvchilarning hamma uchurlarini Xitoyga yo'llaydiganligi oshkorlanib, xalqarada jumladan Amerikada uchur bexatarligi andishasi paydo qilmoqda. Buningdan bir oy ilgari Amerika xabarlar to'ri BuzzFeed maxsus doklad e'lon qilib, TikTok'ning Amerika abonentlarining shaxsiy sonliq ma'lumotlarini davomli Xitoyda to'plaganligi hamda ularning shaxsiy uchurlarini Beijingga yo'llashni davom qilayotganligini oshkorlagan. Dokladda aytilishicha, TikTok ishlatuvchilarining o'rni va harakat uchurlari bilan birga hisobot uchurlari, izlash tarixi hamda supa orqali qurilgan har qanday mazmunni iz qo'g'lay oladi ekan. Hatto uni yonfonga tushirgandan keyin uni qo'llanmagan taqdirdami abonentlarning o'rni, mashg'ulotlarini bilib tura oladigan iqtidorga ega ekan. BuzzFeed'ning aytishicha, TikTok'ning bir xodimi o'tgan yili 9-oydagi bir yig'inda hamma uchurning Xitoyda ko'rilib turadiganligini aytgan. Xabarda mutaxassislarning andishasi naql keltirilib, TikTok'ning ona sherkiti ByteDance'ning qandaq tadbir qo'llansin, Xitoy hukumatining uni sonliq ma'lumotlarni topshirishga yanada majburlay oladiganligini bildirgan. 2-iyul kuni Amerika Tashqi ishlar ministerligining sobiq ministri Mike Pompeo Twitter betida Amerika tavasidagi ota-onalarni o'z farzandlarining TikTok hisobotiga alohida diqqat qilishga chaqirgan edi. Mike Pompeo bu chaqirig'ida Xitoy hukumati bu xususiy uchurlarni har qachon Amerika xalqiga qarshi harakatlarga ishlatadi degan. Shundaqla ota-onalarni bu ahvolga sal qaramaslikka ogohlantirgan edi. Amerikadagi Lincoln aqllar markazining oliy tadqiqotchisi sifatida maxsus TikTok'ning paydo qiladigan uchur bexatarlik xavfi haqida tadqiqot ilib berayotgan Jeffrey Kane ziyoratimizni qabul qilib, bu Xitoy detalini qo'llanishining xatiridan ogohlantirdi. Yes, there's a high chance that TikTok is being used by the Communist Party. Xitoy Kompartiyasining TikTok'dan foydalanib Amerikadagi abonentlarning uchurlarini yig'ayotganligi ehtimoli intayin yo'q. Gerçi kuchli dalil bo'lmasa-mu, ya'ni Xitoyga berib, ularning qanday ish qilayotganligini so'rab tekshirish mumkin bo'lmasa-mu, lekin yaqinqa oshkorlangan uchurlardan ma'lumki, TikTok o'zining Xitoy bilan bo'lgan aloqasini qasdlik bilan yashirmoqda. Shunisi aniqki, Xitoyning davlat xavfsizligi qonunlarida har qanday shirkatning sonliq ma'lumotlarini Xitoy Kompartiyasi bilan o'rtoqlashishni shart qilgan. Ular Xitoy davlat xavfsizligini bano qilgan bu shartlarga bo'ysunadi. Shunga TikTok'ni hargiz ishlatmaslik kerak. Chunki u xohlasa sizning barliq shaxsiy uchurlaringizga erisha oladi. Yes, definitely don't use TikTok and always assume that TikTok and other apps are spying on you and spying on everybody. Norvegiyadagi Uyg'ur adliyasi arxivining mas'uli Baxtiyor Umar apandi TikTok'ni qo'llangan Uyg'urlarning shaxsiy uchurlarining qanchalik darajada ta'sirga uchraydiganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo TikTok'ning hozirgacha Uyg'urlarni nishon qilgan uchur o'g'irlash qilmishlarining uning xatiridan signal berdiganligini bildirdi. Bu TikTok'niki ikki xil tarafi bo'lishi mumkin, meningki o'zimning ko'zatishimcha. Buningdan biz pozitiv shaklda Xitoyga qarshi faoliyatlarni yapib olishimiz mumkin. Bir salbiy tarafim bor. Masalan, shu muhojirat yashayotgan bir qism Uyg'urlar uni o'zining turmushini ko'z qildigan, damultadigan, ya'ni uning nachar bir tarafini ishlatayotganlarni xili bor ko'ryapmiz. Buningga mushohid bo'ldik. Ya'ni bu yerdagi sizningki nada o'tirib, nada qopgan, nada kirgan mush odamniki barliq uchurini bu uzluksiz bosh apparatga yo'llab turgandikan butun dunyodagi bu yerda shu Uyg'urlarni yoki ma'lum top yoki guruhining nada nima ish qilayotganligini Xitoy eng qiziqadigan butun kishining uchuriga erisha oladi. Demak bu bir tarafdan nihoyatda xatarlik bo'libmi Uyg'urlar buni ongsiz shaklda qo'llanganligi uchun o'zi va o'ziniki urug' tuqqanlariga xatar olib kelishi ehtimolligi nihoyatda cho'ng. Chunki bizning beshimizdan o'tdim shu Xitoyniki telefonni ishlatgan bir guvochimizmi bizga guvohlik bergandan darhol shu Xitoy buni bilib qilib ularning oilasini go'rib olgan ish bo'ldi. Hatto salomatlik ahvoligacha butun narsani mush TikTokdan o'zi ishlatayotgan ma'lum opdan besh qo'ldek bilib turadi. Bu odamni
vaqti kelsa shu orqali kontrol qila oladi yo ziyonkashlik qila oladi. Amerikada TikTok'dan paxas bo'lish chaqirig'i yolg'iz siyosiyonlar bilan cheklanmaydi. Har sohada bu haqdagi ogohlantirish sadolari kuchaymoqda. 2022 yılı 7. ayının 18. günü Amerika Fox News kanalının ziyaretini qabul qilgan Avam Palata a'zosi James Comer dunyoviy muhim masalalarga javob qaytarganda TikTok'ning shaxsiy maxfiyatlik va davlat bexatarligiga ilib keladigan xatarni ogohlantirgan edi. TikTok is China having their foot in the door on American information, on American data, on all sorts of data. And this is concerning. This is concerning about privacy. This is concerning about national security. Amerikadagi eng olqishli podcasterlardan Joe Rogan 26 iyul TikTok'ning Amerikaliklarning sonliq ma'lumot maxfiyatligi va bexatarligiga og'ir tahdid elib kelganligini ta'kidlagan. I started reading up on TikTok. Yeah. Oh my God. Because this is so crazy. Amerikaning nopuzliq gazetlaridan Wall Street Journal gazetida 21 iyul kuni e'lon qilingan bir maqolada Xitoyning video ham baharlashtori TikTok'ning abonentlarning barmoq izini o'g'irlaydiganligi, aqliy yonfonlarni ovoz anglash asbobiga aylantira oladiganligi ilgari surilgan. Shveysariya davlatlik telekomdagi uchur texnika mutaxassisi doktor Abdushukur Abdurashid apandi ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyning TikTok detaldagi hilmikrlarni Uyg'urlarning cho'qim bilishi kerakligini tavsiya qildi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, sotsial media qurollari normalda shu ishlatuvchilarningki uchurlarini to'playdi. Mutaxassislarningki tadqiqotiga yoki statistikaga ko'ra, shu sotsial media qurollarining ichida eng ko'p shaxsiy uchur to'playdigan qurolning birisi YouTube, yana birisi TikTok. Bu yer TikTok degan vaqtida bizda TikTok shirkati, TikTok sotsial media quroli ByteDance degan shirkatga qaraydi. ByteDance bir Xitoyning shirkati. Endi TikTokdan tizimga kirgan taqdirdami bir qism uchurlar bo'lmaydi. Endi biz TikTok'ta tizimlitib kirgandichu degan vaqtida tizimlitish uchun cho'qim email adresi yoki telefon nomerimizni berishimiz kerak, tug'ilgan yil oy kunimizni berishimiz kerak. Bu uchurlar orqali biz tizimlitib kirgandan keyin bizningki oldi bilan ishlatgan asbobimiz haqida uchur oladi. Andan keyin TikTokning iqtidoridan foydalanishimiz uchun mikrofonga kirish ruxsatini so'raydi. Andan keyin ishlatgan asbobimizningki saqlovchiga kirishni so'raydi. IP adreslarini oladi. Izlagan yoki ko'rgan videolarning tarixiga asosan bizning haqqimizda ular bir arxiv turg'izib chiqadi. Qaysi mazmunlarga qanchalik vaqt sarf qilganligimiz, bizning jinsimiz, hatto tug'ilgan yil oy kunimizni to'playdi. Undan keyin hatto bizningki biometrik uchurlaridan bizningki chiroyimiz videolarga yoki juklagan bo'lsak yoki bu ovozliq bir uchurlarni qoldirgan bo'lsak, bizningki chiroyimiz va ovozimizningki biometrik uchurlarini saqlab qoladi. Endi bu uchurlarga asosan TikTok bizning haqqimizda ma'lum bir tipdagi insonlar ekanligimizni bilgandan keyin bu uchurlar albatta shu Xitoy hukumati bilan o'rtoqlashadi. Undan keyin nima ishlarning yuz berganligini biz bilmasakmi faraz qila olamiz. Masalan, bizning oramizda hali ko'p qarindoshlar vatandagilar bilan aloqamiz uzilib qolganligi uchun bir amallar bilan shu Douyin TikTokningki Xitoydagi nusxasini telefoniga tushirib, Douyin orqali o'zining tuqqanlarini izlab, bevosita aloqalashmagan taqdirdami, ularningki videolarini ko'rib, ularningki rasmlarini ko'rib, ularningki kimlarning yo'qolib ketganligini bilishga tirishyapti. Allaqachon ular bilan o'rtoqlashib bo'ldik. Agarchi bu bizga nisbatan bir tahlikalar ish bo'lmagan bo'lsa-mu, bizningki oila a'zolarimiz uchun albatta bir tahlikalar ish. Ziyoratimizni qabul qilgan Jeffrey Kane yana TikTok'la emas, balki Xitoy ishlagan har qanday detallarni tushirish va qo'llanishning xatarlik ekanligini ta'kidlab, mundaq dedi. I would say, never use a Chinese made app. Xitoy ishlagan har qanday detalni qo'llanishdan saqlanish kerak. Ular ishlagan har qanday detal yo'lliq detal hisoblanadi. Shunga cho'qim Xitoy applarini ishlatishdan ogoh bo'lishini kishilarning saniga soladi. China is a risk. Tayyorlovchi Gulchehra, diqqat berganligingizga rahmat.